Assalomu alaykum. Mana akalar. Birinchi go'rbansiyani oldi 11 etajkali domda. Gaz yo'q. Mana elektrisk ten qo'ydik. Hozir tenni mana yoqqanimizga 1 soat 10 minut bo'ldi. Mana sekin gradus ko'tarilishni boshladi. Mana nasos qo'ydik. Rashidilni bak. Группа безопасный. 1,5 kilovatli ten qizdirishni boshladi mana. Suv davlenamiz mana 2 da. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Ahad Hoji akamiz mana o'zlari tekshirib, mana panelni radiatorda. Hoji aka nima deysiz? Nima deymiz, tavsiya qilamiz. Manimcha ekonomishda ham zo'r. To'g'rimi? Hozir batareyalarimizni ko'rdik, mana qizishni boshladi mana. Xudo xohlasa hech qanaqa muammo bo'lgan yo'q. Nimagadir sekin. Suv davlenalari mana sekin ko'tarilishni boshladi mana. Nasos deyman. Motor tomon. Mana sirkulyatsiya nasosimiz. Yo'q.